Bugun men 24 soat Temuriy shahzodasi bo'lib yashadim. Lekin ertalabki mashg'ulot paytida shunday narsaga duch keldimki, buni umuman kutmagandim. Do'stlar, mana bilasizlar, shahzodalar o'z ustida ishlagan, baquvvat olgan. Shu bilan biz ertamangi birinchi ishimizni badan tarbiya bilan, yurish bilan boshlaymiz. Do'stlar, mana hozir mana teshik topib oldim. Bu yoqda ham bor, bu yoqda ham bor. Bunisi chuqurroq. Hayvonni uy bo'lishi kerak. Bilganlar yozib qo'ysa kommentariyaga. Juda go'zal ishlardi. Mana bilganlar kommentariyaga yozib qo'ysa, nimaligini bilib olamiz. Mana videomiz o'sha tabiat haqida bo'lib ketdi. Bu yerda mana itning bolalari. Mana aziz do'stlar, ChatGPTdan o'zimizga challenge oldik. Birinchi challengeimiz qizil buyum topish. Bunaqa lokatsiyadan endi qizil buyum topish menimcha juda qiyinroq, lekin uni uddasidan chiqamiz. Keyingisi 3 ta harfdan iborat nimadir topish kerak ekan. Keyingisi esa odam qo'li bilan yasalgan dumaloq narsa. U yerda quyon ham yuribdi. Ko'ryapti, mana quyon. Yovvoyi quyonmikin bu? Mana u yerda turibdi. Uni tutishga harakat qilamiz. Qochib ketdi u yoqqa. Bu yoqda turibdi yana. Do'stlar, afsus, quyonimiz borardan kelmadi. Quyonimiz qochib ketib qoldi. Lekin bu videoga yanada kirishga yordam berdi, chunki shahzodalar vaqti bilan ovga chiqib turishgan. Biz ham shu ishni qildik. Charchab ketdim. Quyon bilan bo'lib bajaradigan challenge'im ham esimdan chiqib ketibdi. Endi esa challenge'ga navbat. Mana do'stlar, biz birinchi qizil narsamiz, birinchi shartimiz bajarildi. Endi ikkinchi shartga o'tamiz. Aziz do'stlar, endi ikkinchi shartimiz juda qiyin bo'lyapti, chunki bunday lokatsiyada bunaqa matnli narsa topish juda qiyin. Shu sababli oyoq kiyimdagi yozuvdan foydalandim. Aziz do'stlar, ChatGPTdan so'radim, bo'ladi dedi. Lekin ichi yurishim bilan mana bu matnlarni topib oldim. Bu challenge shartini biz a'lo darajada bajardik deb o'ylayman. Endi eng qiyini esa bu odam qo'li bilan yasalgan dumaloq narsa. Hayronman buni ekan. Oxirgi challenge shartini shu koptok bilan bajardim. Ertalabki nonushtani qilib bo'lgandan keyin yuvinib chiqdim. Toza kiyimlarni kiyib ishga ketdim, chunki shahzodalar doim tartibli bo'lgan va toza yurgan. Yo'lda esa iloji boricha jiddiy va qaddimni tik tutgan holda yurishga harakat qildim. Boshlash arafasidamiz. Aslida o'zi buni kimdir kiydirib qo'yish kerak edi. Afsuski o'zi. Bilasizlar, shahzodalar nafaqat kuchli bo'lgan, balki bilimli ham bo'lgan. Shu sababli bizga keyingi challengeimiz crossword yechish. 5 minutda
taxminan bir 10 ta topash va challenge bajariladi. 5 minutes later. Mana natijalarimni ko'rib chiqishingiz mumkin. 15 tadan ko'p so'z topibman. Bu a'lo daraja. Bilasizlar, Temurliklarning intizomi juda kuchli bo'lgan. Men ham intizomni kuchaytirish uchun bir videoda ko'rdim. U menga anchagina to'g'ri yo'lga boshlab qo'ydi. Sizlarni ham bunga undamoqchiman, videoda ulashmoqchiman. Telegram kanalimga videoda chiqarib qo'yaman. Shuni o'tib ko'rishingiz mumkin. Tushlikka men Samarqand choshi yemoqchi edim, lekin iloji bo'lmadi. Andijon choshi yeyishga qaror qildim, lekin Andijon choshiga yetadigani yo'q menimcha. Lekin menga qiziq yozib qoldiringlar, qaysi osh yaxshiroq, kommentariyada kutib qolaman. Shahzodalar ko'p tillarda gaplashgan. Vaholanki men ham nemis tilini o'rganyapman. Va shu jarayonda eng qiziq bo'lgan voqeani hozir sizlarga aytib beraman. Onlayn kitob zakaz qilmoqchi bo'ldim va o'qigani nemis tiliga oid kitob zakaz qildim. O'rtacha narxiga 65 ming, 65 mingga normalniy kitob beradi. Misol o'yladim, anaqalari, muqovlari yaxshi, betlari ko'p bo'lsa kerak, shu bilan anaqalarimni o'qishimni, talaffuzimni to'g'rilab olaman deb zakaz qildim. Ne afsuslar bo'lsinki, daftar simon kitob keldi. Lekin bu bilan nima demoqchiman? Sizlar ham mendek xatoni qilmasinglarni xohlayman. Kitob zakaz qilayotganda opisaniyasini yaxshi o'qishinglarni maslahat beraman. Ishlarim ko'payib ketgani tufayli kunimni ko'p qismi ishlar bilan o'tdi va challenge'larga vaqt ajrata olmadim, lekin bizni kun oxirida qiziqarli challenge kutib turgan edi. Kecha challenge bajarib to'g'ri uyga bordim. Ovqatlanib uxlab qolibman, charchab ketibman shekilli. Shahzoda bo'lib yashashdan oldin ularga nisbatan fikrim boshqacha edi. Hashamatli kiyimlar kiyadi, ot minadi va kechqurun bazmga boradi. Lekin o'ylaganimdek emas ekan. Ularning hayoti intizom bilan o'tgan. Faqat kuchli bo'lishmagan, ilmli ham bo'lishgan. Men esa kun davomida challenge'larni bajardim. Ja ideal bo'lmasa-da bajardim. Quyonni tutolmadim, lekin bir narsani o'rgandim. Kuch faqat mushaklarda emas, intizomda bo'lgan ekan. Sizlarning fikringlarcha, men fikringlar qilsa, men shahzoda bo'la oldimmi, yo'qmi, kommentariyaga yozib qoldiring.